Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan Bro Game. Bugun biz Robloxga obzor qilamiz. Boshida jicha o'yinlarini o'ynab ko'rdim. Qaysi o'yin qanaqa va ощущениялari qanaqa, o'zi o'ynasa bo'ladimi bu o'yinni? Qanaqa o'yinlari bor ichida deb turib va menga yoqqan o'yin velosipeddagi o'yin bilan va Побег из тюрьмы degan o'yin bo'ldi. Menga ko'prog'i mana Побег из тюрьмы degan o'yinni yoqdi. Hozir sizlarga shuni obzor qilib beraman. Chunki kommentda ikkita akamiz yozib qoldiribdi. Go Robloxga, davay Robloxga deb turib. Shuning uchun bugun Robloxga obzor qilyapmiz sizlar bilan. Keyingi video qaysi o'yinlarda obzoriga bo'lsin, kommentga yozib qo'yinglar. Bu bizga video olishimizga sabab bo'lib qoladi. Hozir manoni ezib qo'ymasam tepada eshik yopiq bo'lib qolar ekan. Shuning uchun ezib qo'yish kerak ekan. Ulgurama. Ulgurdim bo'l. Chiqib ketdik. Hop, bele. Chiqamiz hozir, chiqamiz, qo'lga ushalmaymiz. Ushalmadik. Qochay bratishga. Hop. Necha minutda bitamiz yine? Keling, necha minutda bitamiz? Xudo xolasa 50 ta 100 ta подписчик bo'lsak, prямой efirlarda o'ynab ham ko'rsatib beramiz. Jonli efir qilib turib, eshik ochib kelamiz. Videolarga like bosib, подписка bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar va keyingi video qaysi o'yinda obzori bo'lsin, kommentga yozib qo'yinglar. O'zingizlarga yoqqan o'yinni yozib qo'ysanglar, men shu o'yinga obzor qilib o'ynasa bo'ladimi, necha qanaqa baho beramiz o'yinga deb turib sizlarga obzor qilib beraman. Boshqa gapda. Bitta hech ketaman. Bitta hech ketolmadim o'tgan. Ana. Roblox prinsipi yaxshi o'yin, zo'r o'yin ekan. Bekarga bu o'yinni ko'p o'ynashmaydi ekan. Chunki bu o'yinda o'zi yo'q ekan. O'zingiz ham sozdать qilib o'ynab ko'rsangiz bo'lar ekan. Любой o'yinni topsangiz bo'ladi shu yerda. Birinchi ayet yopiq, mana uni ochib olamiz. Biz qoringa ushalmasak bu. Hop. Qoch. Men ham o'yin sozdать qilib ko'rmoqchi bo'ldim Robloxda, lekin menga o'xshamadi. Robloxda o'yin sozdать qilishni bilmayman. Ana bitta bo'ydan chiqdik. Mana richa nimaligiga tushunmadim, lekin bosib qo'ya olaylikchi. Kema kapitan o'qim bitta shlyapa bo'lsa. Mayli. Energy ichamiz hozir. Energy. Suvni berdik. Dumalab bordi buni. Qani mayda bitta banka. Uchaman. Kayfmi? Davay. Sakraymiz. Kommentga yozib qo'yishni esdan chiqarmanglar akalar. Sizlarga qaysi o'yin yoqadi? Любой o'yinga obzor qilib bera olamiz. Hop, tushdik. Nimaga? Qizilib qoldi.
Men yashil bu. Bular hammasi ham bir ishlab, bir ishlamaydigan ekandi. Hop. Hop. Hop, ancha ketdik. Hop. Shamol kuchligu bittirgisa tushib ketamiz. Irg'ib yetib olish kerak ekan. Irg'ib yetish kerak ekan bu. Hop. 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 Bu ana. Hop. 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 Давай. Давай. Davay, hozir maydan gaz ballonlarni gazini o'chirib qo'ymasak, bizga kuydirib beradi. O'tolmay qolamiz ekan. Irg'i. Hop, hop. Tamam, burasak. İşte gaz qoldi. Tamam. Bitta qopda tepada bitta bo'lamiz. Tepada ikkalasini buradik. Ha, shuyla ekan. Hop. Kelamaydan tayinlayapman. Hali o'tganda kontra o'ynagandiga hali bot bilan kontraga KS16 ga azor qiluvdim-ku. Ashi botdan so'rab olaman meni. Trenirovka qilyapman. Ashi bot eng kuchli o'ringa qo'yib turib, botni so'hab ketish kerak bo'ldi. Bot pushaymonlar edi hali. Meni o'ldirganini. Hop. Давай. Nasıl bu? Давай. Uy. Çiçeği ki. Uy. Michael Jackson. Anasını emsin. Ona bola tarakan uyimizde var ekan hani. Uy, mana onun ichiga tushib olamiz. Narsa yo'q boshqa. Hop. Nega chiqa olmaymiz? Hozir meni mana 5 qonunda o'ltirsak, pushgan sekinlashib qoldi akalar, sekinlashib qoldi. Aka. Mening jonim. Pastda. Şef demek düşman. Şef emas. Pullarimizni olaylik biz. Pullarımı ver. Pullarım. Şef deyapti. Oshpaz deganida to'g'rimi? Keyingi o'yin, keyingi obzor qaysi o'yinga bo'lishini ham bilmay qoldim. Kommentariyaga yozib qo'ysanglar. Shu o'yinga obzor qilib beramiz. Hop. Sal toshdigi. Atlet. Çık. Çıkamiz brotlar. Bunda ham sakraymiz. Lazerlardan qochib. Bo'ldi, chiqib oldik bo'ydan ham. Bo'ydan nima qilish kerak edi? Bo'ydan sizlarga life hack ko'rsataman. 2 marta o'tgandan ko'ra zo'r life hack o'rganman. İbir. Tushib ketdi.
boshqacha hozir life hack ko'rsataman. Hozir life hackdi. Tamam. İyi bildi. İmkonimiz qolmadi. Oxirgi umidimiz shu life hackdi. To'lib qolarkan. O'tamiz. Buni qo'limizga olamiz. O'tib chiqadi. Ana life hackslar. Kim Roblox o'ynaydi? Ti. Arujani olib turib, Sallat polvonga. Birinchi bitta golni sindirib olaylik-da. Mana bitta golni sindirdik. Ikkinchi golni sindiramiz. Olmaymiz. Yo'q. Bari, men seni ajrayman, Bari, ikkinchi golni ham sindi. Bari menda chalab qolsin. Oldu, öldü biraz. Pullarımız şartçılık. O ana pullarımız olamiz endi. O mişo pullar, kop pulları o neçedi? Pul çarçılık etti ya gele. Poçka pullarım. Çıkamız. Çıt. Haydi maşin yapayım. Açılmazsa ekan ayıp. Buzoramiz ekan. Ijolatchilik yo'q ekan. Aytdi kim vertolyotga tushyapti. Parkovkani itini qilamiz kerak. O'zimiz tushib qoldik. Bitta parkovka qilib qo'yaylik. Ana parkovka. Qamalib qoldik. Chiqdik. Okey. 95lik. Polniy bak. O't. Eshikni ochib olmasak. O't. Shatini o't. Olib o't. Robloxda o'yin sazlaytib turib sotsangiz ham bo'ladi ekan va unga har xil reklamalarni qo'shib turib pul topsangiz ham bo'lar ekan. Hamma eshitgan bo'lsa kerak, bitta odam bo'lgan deyman-da. Bitta bola where is this soy sat deb turib bitta korobkani olib kelaylik. Where is this soy sat deb turib bitta o'yin sazlayt qildi. Roblox ichida va uni ichidan normalniy pul ishlab oldi. Odamlar ular. Men bu rekord qo'yaman degan vaqt cho'zadi. Shu o'yin orqali normalniy pul ishlab oldi shu bola. Bo'ylan endi. Chiqsak, sizlar ham o'zinglar ana biz ertalab turib. Sizlar ham o'zinglar o'ynaylar, sazak qilib turib, davom etsanglar bo'ladi. Ya'ni qanday sotsanglar bo'ladi, boshqa bir odamlarga yoki bir reklama qo'shib qo'ysanglar bo'ladi. Nima deyapti? Coin deyapti. Kimdir qamoqqa tiqam so'rasa. Biz raketa kutib turibdimi akalar? Raketa nimaga kelmaydi? Biz raketa kutib turib. O'yin boshqa zo'r, o'ynasanglar bo'ladi. Savetoy keyingi videolar qaysi o'yinga obzor bo'lsin, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Sizlar bilan Bro Game ikkinchi videosi bo'ldi. Ko'rganda ko'pchilikcha hammaga xayr. Komment yozib qo'yishingizdan chiqmasin. Biz raketamizni olib uchib ketdik.